Salam xanım qızlar tövəndə biz ailədə ən addi usulda rampiz tayarlaşdırılған dərsligimizni ötümüz. Bununda xəmir yoğuruş hacatsız. 200 gram un, 200 gram su. Bunu təkşi aralashtirib olgandan keyin 15 minut turg'izib, orqadan yana 200 gram suvni qo'yib, buni təkşi aralashtiramiz toki xəmir oldi tugagan qadar aralashtirib olamiz. Buni listimizni tayyorlab, kichik cho'mchimizda bir cho'mich quygandan keyin buni təkshilib olamiz. Təkshilab bo'lgandan keyin qaynoq suvga solib, tüpsini dumlab turib 1 minut atrofida pishirib olamiz. Pişib chiqqandan keyin buni so'q suvga quyib, tüpini yog'lab, rampizimizni elib olamiz. Intayin elastikliq, yeyishlik bo'lgan rampizimiz tayyor bo'ldi. Anandan keyin buni tayyorlaymiz. 2 qoshiq ochiq suv, shunchujang 1 qoshiq, 1 bal qoshiq tuz, 1 bal qoshiq shakar, samsaq suyidan 2 qoshiq, simajang 1 qoshiq, qizilmish yog'idan 1 qoshiq, sep bo'lgandan keyin xoyudan 1 qoshiq silib, xonga bilan yumg'astimizni silib, buni aralashtirib yesak intayin tamlik bo'ldi.